yashil, qizil, ko'k, olov. Siz ham farzandingiz bilan shunday o'ynaysizmi? Yo'q. Farzandingiz miyasi qanchalik rivojlanayotganini bilishni istaysizmi? Bu relis aynan siz uchun. Ko'k, yashil. Bu o'yin chap qo'l va o'ng qo'l baravar ishlashiga yordam beradi. Ikkinchi mashg'ulotimiz. Yashil, sariq, yashil, sariq, yashil, sariq. Qiziq, buni ichida nima bor ekan? Qani qaytaramiz. Mushuk, mushuk, mushuk. Mushuk. Bu o'yinimiz ko'proq nima edi? Bo'g'in bo'lishga. Qayerdan boshlaylik endi? Bu o'yinimiz deysiz. Bu o'yinimiz ko'proq bo'g'in ajratishga yordam beradi. Uchinchi mashg'ulot. Bu mashg'ulotimiz 2 miya yarimchalik ishlashiga yordam beradi. Buni albatta onajonlar uyda ham sinab ko'ring. Natijalarini kommentariyada yozib qoldiring. Obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang.